Bolani gorshokka o'rgatamiz. Ikkinchi qism. Asosan bolani qo'rqitib qo'yuvchi narsa bu pampersiz gorshokka o'tkazganingizda bolani seskantiruvchi darajada sovuqlik tegishi. O'zingiz to'ssangiz to'siladi, lekin gorshokka o'tkazganingizda yig'lashni boshlaydi. Bu aynan tanasiga tegayotgan yoqimsiz sovuqlikdan bo'ladi va chetlari qattiq plastikdan qilingan gorshoklar ham bolaga og'riq hissini bergani uchun bola gorshokda o'tirishni xohlamaydi. Shuning uchun videoda ko'rsatilganidek yumshoq qoplamali gorshok olishingiz kerak. Yana bir muhim qoida, onalar bolalarini qiziqtirish uchun har xil hayvonchalik gorshoklar tanlashi tabiiy, lekin bu aksi ta'sir qilishi mumkin. Hayvonchasidan qo'rqib gorshokka yaqinlashmay qolishi mumkin. Shuning uchun oddiy, hech qanaqa ortiqcha bezaklarsiz gorshok olishni tavsiya qilaman. Eng katta asosiy qiladigan xatoyingiz bolani gorshok bilan tanishtirmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri olib kelib, uni o'tkazib qo'yishingiz. Shuning uchun avval gorshok yangiligida u bilan o'ynaymiz, tanishamiz va unga hali pampersini yechmasdan shunchaki o'tkazib ko'ramiz. Bola buni ijobiy qabul qiladi va keyingi safar bemalol pampersiz o'tkazishimizga ruxsat beradi.